Assalomu alaykum, hurmatli Agro Buxoro kanali kuzatuvchilari, dehqon fermer akalarimiz. 2025-yil 4-sentyabrda mana Jasur akamning navbatdagi dalasidamiz. Bu dalamizga Green Life kompaniyamizning Champ makka jo'xorisi silos yo'nalishida ekilgan. 12-iyunda ekilgan, aka adashmasam, 12-iyunda ekilgan. Hozirgi holatga 80 kunga yaqinlashib qolgan holatlari. Holatlari juda ham zo'r bo'lgan. Haqiqatda Jasur akam yerga yaxshi qarar ekan, yerga nurlarni ham, mahalliy o'g'itlarni ham yaxshi qarashar ekan, o'zini yerini ham haqiqatda zo'r tayyorlar ekan, birinchi o'rinda. Umumiy holatlari juda ham zo'r bo'lgan. Bo'ylari hozir sartob atroflari o'zi mana 3,5 4 metrga yaqin, o'rtalar 5 metrga ham yaqin bo'lgan ana holatlari ham bor. Bo'ylari. Mana makka jo'xori standart Champ makka jo'xorimiz ikkitadan standart sota ushlagan, holati ham xullas nima deyman, ko'p gapiribman. Aka gap yo'q. Allohim barakasini bersin. Bo'yini qarangizlar, mazza qilingizlar. Biz Romitanda ko'p kuzatardik, aka jondor Romitandan o'tib ketib qolyapti hozir. Gap yo'q aka. Umumiy holat nomer 1. Hamma jihatdan, sota jihatdan ham, bo'y jihatdan ham, holat jihatdan ham zo'r bo'pti aka. Haqiqatda dehqonchilikni yaxshi qilibsiz. Allohim dehqonchiligingizga barakasini bersin aka.